Koinot juda katta. Unda milliardlab galaktikalar va cheksiz sayyoralar bor. Shunday ekan biz yolg'iz bo'lishimiz qiyin. Mening o'zga sayyoraliklar bor yoki yo'qligini bilmayman, ammo borligi haqida bir nechta faktlar aytishim mumkin. Olimlar Marsda suv izlarini topgan. Yupiter yo'ldoshi esa muz ostida okean borligini yevropaliklar ta'kidlashgan. Bu joylarda hayot bo'lishi mumkin. Agar o'zga sayyoraliklar Yerga kelishsa, bizga do'st bo'lishadimi yoki dushman? Bu hozircha noma'lum. Sirli signallar, ba'zan koinotdan tushunarsiz radio signallar keladi. Ularning manbasi hali aniq emas. Ular bizdan 100 yil oldinda yurishmoqda. Sizningcha o'zga sayyoraliklar haqiqatan ham mavjudmi? Izohlarda yozib keting.